har bitta erkak qiziqadigan eng go'zal joyda yuribman hozir. Xitoydan O'zbekistonga mashina jo'natadigan brendlar bor. Tinimsiz jo'natadi. Bu akalardan salonlar, mashina olib sotadigan akalar, yangi mashina olib sotadigan akalar to'g'ridan-to'g'ri ishlashadi. Mana shu joyda turgan joyning o'zida ham $500 ustiga qo'yib odam olib kirib sotib turganlar bor ekan. Go'zal narxlarda sizlarga hozir aytib Volkswagen bor, Hyundai masalan, chetda brendlarning hammasini Xitoyda zavodlari bor-da. Endi ular o'sha davlat o'zidan kelmaydi. Ular ham shu Xitoyda zavod orqali chiqib ketadi. Xitoyda chiqadi. Xuddi shunday. Misol Corolla, masalan, oddiy Monzalar ham Xitoydan chiqib keladi. Shularda ham misol uchun bu varianti, masalan, yili mana shu varianti kerak desa, biz qilib beramiz. Uni ana boshlig'ing, malga menga video jo'natgan odam. Da, bu direktorimiz Luis. O'sha. Shunday. Salom aytib qo'ying ko'rsangiz. Bo'ldi. Sizlarda har qanday avtomobil turini O'zbekistonga jo'natib berish imkoniyati bor. Albatta, bizda chegarada, Qashqarda, Xargosda o'sha O'zbekiston uchun, MDH davlatlari uchun tayyor mashinalar bor. Tushunarli. Qani hozir ichkariga kiramiz. U yoqda to'la mashinalar bor, har xil turdagilari bor. Sirojiddin akamiz Xitoyda O'zbekistonga avtomobil jo'natadigan, ya'ni mana bilan shug'ullanadigan kompaniya Bodider. Xuddi shunday, Bodider kompaniyasi. O'tgan yili video qilganmiz bu akalarni. Siz boshlig'ingiz ham menga nima jo'natgan, video jo'natgan, tarjima qilib qo'ygandim uni. Qolgan turdagi Li 9, Li 7, Li bo'y mashina bor akalar. Zikr 001 mi, 007 mi hammasi bor. Lep motorlardan tortib, o'zimizni Chevrolet'lari ham keladigan turlari bor, Monzalar bor. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugün men sizlarga ko'rsatadigan avtomobil narxlari prosta. Kamida $1000, $1000 arzoniga olaverasizlar. Yomg'irda yuribman. Mana buni $1000 arzoniga olyapsiz, $100 cho'ntagimga solib qo'ying ham demayman. Prosta like bosib qo'ying. Agar rostdan narxlarimiz arzon bo'lsa. Assalomu alaykum Sirojiddin aka. Assalomu alaykum. Sizsiz, charchamasdan. Salomatmiz. Rahmat. Bu akamiz Xitoydan avtomobil O'zbekistonga jo'natish bilan shug'ullanasizlar. Shunday. Bizning kompaniyamiz Bodider kompaniyasi. Men o'sha kompaniyani Xitoydagi vakili bo'lib ishlayman. Hozirgi vaqtda mana shu Toshkentda Sergeli avtomobil o'sha omboriga BYD Song Plus Champion Smart Driving'lar yetib keldi. Bizda tayyor holatda bor. Xo'p, biz hozir SIP Tashkent narxini, ya'ni shu yerda turgan tayyor holatdagi narxini 23100 atrofida beryapmiz. Yo'q. Hozir narxlar bunaqa emas. Bu narx videoni syomka qilgan kunimizdagi narxida. Hozir o'zgarib ketgan. $1000 arzon hozir desamchi, $1,500 arzon desamchi, like bosasizmi? $2000 arzon desam like bosgan bo'larmidingiz? Hozir $20600 ga SIP Tashkent qilib olib kelib berishyapti shu akalarimiz. Videoda ko'rgan boshqa modellaring bo'yicha ham raqamlar bor, aloqaga chiqinglar, aytishadi. Narx doim o'zgarib turar ekan akalar. Qaranglar, shuncha narx o'zgarib ketyapti ozgina vaqt ichida. Xitoydagi videomiz ham bor, ko'rib, hammasini jamlab aloqaga chiqsalaring bir chiroyli narxlarda yana ham kelishtirib berishadi. Xo'p, zapchastlaridan muammo bo'layotganlarga nima deymiz aka? Xo'p, bizda komandamizda zapchas bilan, ya'ni avtomobil o'sha ehtiyot qismlari bilan shug'ullanayotgan gruppamiz bor. Misol uchun BYD'ni o'zini original zapchasi, birga bir kopiya zapchaslari ham bor. Faqat BYD emas, BYD'dan tashqari Zikr, Lisang, Chak Ayon, ya'ni boshqa turdagi Xitoy elektromobil mashinalarida ham zapchaslari bor bizda. Muammo yo'q zapchasda. Yo'q, zapchasda muammo yo'q. Xo'p, zapchas kerak bo'lganlar ham aloqaga chiqaversinmi? Kapot, krilo. Zapchas kerak bo'lganlar, zapchas temasida biznesini yurgizmoqchi bo'lganlar ham bizga aloqaga chiqsa bo'ladi. Akalar, fara deysizlarmi? Qanaqadir ehtiyot qismlar, ichidagi elektronika, miya chiplari, monitor, hamma narsasi. Xullas, Xitoydan keladigan har qanday avtomobillarda ehtiyot qismidan tortib butunigacha akalarimizda bor. Xudo xolasa, nasib men borib bularni zavodiga Chongchongdamizda qaytdi. Xitoy Chongqing shahrida. Chongqing. O'sha yerga borish niyatim bor, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, endi bunday yuraylikda aka. Haydovga ketadigan elektromobillar hozirgi kunda asosan BYD bo'lib turibdi. Sababi nimaga? Uni batareykasi juda baquvvat. Ya'ni Xitoyda to'g'ri brendlar ko'p, lekin aynan BYDning o'zini batareykasi kuchliroq boshqa brendlarga qaraganda. Xitoyda ham. Xuddi shunday. Xitoyda ham misol uchun oddiy xitoylikdan misol mana bu mashina qanaqa, o'zing qanaqa mashina olmoqchisan deb so'rasangiz, ko'p 80-90% BYDni tanlashadi, chunki elektromobil baquvvat shuni hisobiga. Tushunarli. Xo'p,
Li 9, Li 7 ham olib kelib beramiz. Li 9, Li 7 ham bor. Ularning narxini ayta olamizmi yoki telefon qilsa? Telefon qilsa tashlab beramiz, spiskasi bilan, hamma pozitsiyasi bilan birga tushuntirilgan holatda. Bo'laveradi. Yaxshi. Akalar, mana shunaqa gap. Kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Xitoydamiz, Guangzhou. Vistipga 2025-yil O'zbekistonda yurgan dunyodagi eng kattalardan biri. Bu yerda avtomobilni O'zbekistonga jo'natish bilan shug'ullanadigan Bodyder kompaniyasi bor. U kompaniyaning sotuv menejeri Sirojiddin aka, o'zimizda Samarqandlik akamiz. O'tgan yil ham O'zbekistonda tamoyil skladdagi videolarni qo'yganmiz. Yaxshi qabul qilingan, chunki narxlar o'ta go'zal edi. Bu yil ham tamoyil skladdan videolar olib qo'yilgan. Video davomida qisqa ko'rsatamiz. Hozir aytilayotgan narxlar ertaga arzonroq bo'lib qolyapti. Agar hozir sizga ozgina qimmatroq tuyulayotgan bo'lsa, o'ylamang qimmat ekan deb ekrandagi raqamga aloqaga chiqsalaring, Telegram, WeChat hammasi bor. Aloqaga chiqsalaring, akamiz xudo xolasa juda ham go'zal narxlarda. Optimda oladiganlarga yana ham arzonroq qilib berishyapti. Narxda muammo yo'q. O'zbekistondagi SIP Tashkentlardan $1000 atrofida arzonroqqa taklif qilishyapti, xudo xolasa akam. Raqam bor, aloqaga chiqinglar, video davomida hammasini aniq ko'rsatib beramiz. Boshladik. Bodyder kompaniyasini assalomu alaykum. Sotuv menejeri Sirojiddin aka, bu aka bilan Toshkentda tamoyil skladdan videolar qilganmiz aka. Xuddi shunday. Xo'p, bu yerda nima bilan qatnashyapsiz? Xo'p, bu yerda Kanton Fair'da o'sha avtomobillar bilan shug'ullanadigan kompaniyalar yarmarkasi bo'lyapti. Biz ham mana shu Bodyder kompaniyamiz mana shu yarmarkada ishtirok etyapmiz. Tushunarli. Sizlarda har qanday avtomobil turini O'zbekistonga jo'natib berish imkoniyati bor. Albatta, bizda chegarada, Qashqarda, Xargosda o'sha O'zbekiston uchun, MDH davlatlari uchun tayyor mashinalar bor. Tushunarli. Qani hozir ichkariga kiramiz. U yoqda to'la mashinalar bor, har xil turdagilari bor. Unda u tomondagilar asosan mana bu mashinalar bilan shug'ullanishadi. Sizda faqat yangilari. Bizda faqat yangilar. Bu yoqda BUlar terib qo'yilgan, ya'ni haydalgan mashinalar. Bu yoqda zavodlar bilan shartnoma bu yerda. Xuddi shunday. Xo'p. Narxlarini nima qilamiz, nima deymiz, qanaqa